Assalomu hurmatli mijozlar, mana har oyi Agrobank Tayloq filiali tomonidan mijozlar bilan muntazam tarzda uchrashuvlar o'tkazib borilyapti. Bugun ham sizlar bilan uchrashuvimiz bor. Mana shu tadbirkorlar bilan uchrashuv davomida tadbirkorlarni muammolari, yechilmagan masalalari bo'lsa, mana shularni yechib borishga harakat qilamiz. Kimda kim kredit kerak bo'lsa, boshqa plastikmi, terminalmi, yana boshqa masalalar bo'lsa, o'shalarni yechishga harakat qilyapmiz. Mana bugun ham kimda masalalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimda masala bo'lsa, kelib murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, hurmatli mijoz? Men tadbirkorman. Meni o'zgina aylanmamga kredit nimasi bo'yicha ozgina yordamlaringizni so'rayman. Qaysi tadbirkor? Tayloq tumanida Shahboz Sheroz Shahzod xususiy korxonasining direktoriman. Sizga aylanmaga kredit kerak. Aylanmaga kredit kerak. Nima yo'nalishida ish faoliyatingiz? Shu mineral o'g'itlar do'konini aylantirib, shu bilan savdo-sotiq Mineral o'g'itlar bilan shug'ullanasiz. Xo'p, qancha kredit? 100 million. 100 million so'm kredit aylanmaga kerak. Bo'lmasa, hozir men sizni o'zimga yozib olaman. 100 million so'm kredit sizga aformlik qilish uchun siz bizlarga kerakli hujjatlarni olib kelasiz. Xodimlarimiz hozir sizga перечень dokumentlar yozib beradi. Sizga qanaqa hujjatlar kerak kredit olish uchun? O'sha hujjatlarni bizlarga taqdim qilsangiz agar tez kunda sizga kredit ajratishni ma'lum qilamiz.